Qorag'at, ya'ni qora smorodina barglarida fitonsitlar, ya'ni mikroblarni o'ldiruvchi moddalar mavjud. Vitamin C saqlash bo'yicha u boshqa rezavor mevalardan yuqori o'rinda turadi. Ammo barglarda vitamin C mevasidan ko'ra ko'p. Barglarda shuningdek 19 xil oqsil aminokislotalari mavjud. Qorag'at barglari kuchli antioksidant, yallig'lanishga qarshi, shuningdek gipolipidemik, ya'ni qondagi xolesterin miqdorini tushiruvchi xususiyatlarga ega. Barg va meva damlamasi vitaminlar tanqisligida ishlatiladi. Qora smorodina barglari va novdalarning ekstrakti dizenteriya tayoqchalarini o'ldiradi. Bargining damlamasi xalq tabobatida bod, teri, buyrak kasalliklari, qon bosimini oshishida terlatuvchi va siydik haydovchi sifatida ishlatiladi. Barglari va yosh novdalari qaynatmasi teri sili, shirincha va boshqa diabetes bilan og'rigan bolalar cho'miltiriladi. Barglardan damlangan choyni siydik va ter haydovchi kuchsiz surgi sifatida tavsiya etilgan. Barglari damlamasi solingan vannalarni furunkulyozlarda, bo'g'in va muskullar og'rig'ida qo'llaniladi. Rus xalqida barglarning issiq choyi siydik qopi, buyrak yallig'lanishlarida, revmatizmda, siydik tosh kasalligida ichiladi. Sharbati shamollashlarda, vitaminlar tanqisligida ichiladi. Bolgariya xalq tabobatida qorag'at barglari issiq damlamasi revmatik og'riqlarda ichiladi. Barglarning oq sharobdagi tindirmasi oshqozon kuchsizligida qo'llaniladi. Diatezlarda, teri silida yosh novdalarning qaynatmasi ichiladi va vanna qabul qilinadi.